Hammaga assalomu alaykum. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Sizni holatingiz, hayotingizga, munosabatlaringizga, oilangizdagi muhitga va farzandlaringizni hissiy salomatligiga qanday ta'sir qilishini? Psixolog sifatida yillar davomida har kuni turli holatlarda bo'lgan, turli vaziyatlarni yashab o'tayotgan ayollar bilan ish olib boraman. Va bugungi video darsni ayni mana shu holatimiz bizning hayotimizni turli sferalariga qanday ta'sir qilishi haqida aniq faktlar bilan gaplashmoqchiman. Avvalambor o'zimni tanishtirib o'taman. Ismim Hurriyat Rahmatullayeva, pedagog psixolog. Oxirgi 6 yil ichida ongli ota-onalik, farzand psixologiyasi, oilaviy munosabatlar va shaxs rivojlanishi to'g'risida juda ham ko'plab katta va kichik loyihalar asoschisiman. Moskva psixoanaliz instituti bitiruvchisi va O'zbekiston Milliy universiteti magistrantiman. Shu bilan birgalikda o'zim ham 12 yillik turmushda 2 ta farzandni tarbiya qilib kelmoqdaman. Endi mavzuga qaytsak, har birimiz, ayni mana shu videoni ko'rib turgan har bir ayol quyida gapirib o'tadigan holatlarimdan kamida ikkitasini bugungi kunda yashab o'tayotgani aniq. Ya'ni bu asabiylik, xavotir, surunkali charchoq, hissiy toliqish, uyqusizlik va shunga o'xshagan holatlar. Va bu holatlar bizning hayotimizdagi turli faktorlar sababli kelib chiqadi. To'g'rimi? Masalan, oila munosabatlarida keladigan bo'lsak, bu xiyonat bo'lishi mumkin. Bu turmush o'rtog'ingiz tomonidan hissiy yoki jismoniy abyuz, ya'ni zo'ravonlik. Yoki-da turmush o'rtog'ingiz bir marotaba, bir ikki marotaba ishonchingizni poymol qilgan bo'lsa, bugungi kunda ularga qayta ishonishingiz qiyin bo'lib, doimiy xavotirda, doimiy shubha, gumonda yashashingiz mumkin. Agarki turmush o'rtog'ingiz bilan oilada hammasi yaxshi bo'lsa, albatta katta oilamizda, ya'ni qaynona-qaynota bilan, o'zimizning ota-onalarimiz bilan muammolar bo'lishi mumkin. Farzandlarimiz bizni tushunmaydi. Ularni tarbiya qilishda qiynalamiz. Yoki-da atrofga qaraymiz, Instagram tutamiz va bizga shunaqa tuyuladiki, atrofdagi insonlar bizga nisbatan bir oz muvaffaqiyatliroq, bir oz boyroq, bir oz baxtliroq va biz o'zimizni nomukammal his qilamiz. Men nimalarga erishdim? Nazarimda hech narsaga erishmagandek his qilamiz va bu bizda depressiya, asabiylikni, hayotga nisbatan norozilik hissida bo'lishimizni keltirib chiqaradi. Hissiy holatimizdagi muammolarni yana bir katta sababi bu bizni hissiy bosiqligimiz. Ya'ni bizga emotsiyalarni vaqtida, joyida, vaziyatlarda ifoda qilib, vaziyatlarni hal qilib ketish o'rgatilmagan. Va bu albatta hayotimizda davomiy holatda minusga ishlaydi. Ya'ni biz albatta yonimizdagi insonlarni xafa qilmasligi uchun andisha qilib, odob saqlab, tarbiya yuzimizni saqlagan holatda hissiyotlarimizni berkitamiz, lekin bu narsa uzoq yillar davomida davom etganidan keyin albatta bu bizni holatimizga va salomatligimizga ta'sir qilishga boshlaydi. Hayot faqat munosabatlardan iborat emas. Albatta hayotimizda yana muhim jihatlar bor. Masalan, bu moliyaviy holat, ya'ni ayolni moliyaviy mustaqil yoki moliyaviy qaram bo'lishi. Va bu narsa ham bizning holatimizga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Chunki ayollar nimani xohlaydi? Ayollar xavfsizlikni xohlaydi va jumladan moliyaviy xavfsiz bo'lishni ham. Lekin juda ko'p ayollarda ishlashga ruxsat yo'q. Yoki-da ishlaydigan bo'lsak ham doimiy uydagi janjallar yoki-da uydagi ishlarni ulgurmayotgan bo'lsang, ishlamay qo'ya qol degan ro'kach qilishlar va hokazo. Bularni barchasi bizni resurs holatimizdan chiqarishga sabab bo'ladi. Ba'zi bir ayollarni kuzatamiz, hayoti davomida shaxsiy chegara nimaligini bilmasdan yashaydi. Ya'ni kim o'zini xonasi, o'zini uyi, o'zini oilasi bo'lgani bilan go'yoki hayotida hech qanday chegara yo'q va ularning shaxsiy munosabatlariga, ularni qabul qiladigan qarorlariga, barchasiga istagan insonlar istaganicha aralashishligi mumkin. Albatta bu noto'g'ri, lekin atrofimizdagi insonlarning saviyasidan, tajribasidan, dunyoqarashidan kelib chiqqan holatda ular bu narsani tushunishmaydi. Biz ayollar esa bu narsadan jabr ko'ramiz. Shunday emasmi? Endi keling, yuqoridagi muammolarni hayotimizning turli sohalariga qanday ta'sir qilishi haqida, jumladan sog'lig'imizga qanday ta'sir qilishi haqida gaplashaylik. Juda ham ko'p psixologik muammolar
fiziologik, ya'ni tanamizda o'zini asoratlarini, oqibatlarini yuzaga keltirishini barchamiz bilamiz. Siqilgan, negativ emotsiyalarda, qahr, g'azab, xafalikda yashagan ayollarda onkologiya kuzatilishi. O'rta Osiyo hududida esa onkologiya har 4-5 ayolda bugungi kunda kuzatilyapti. Bundan tashqari gormonal, endokrin muammolar, oshqozon ichak traktiga bog'liq bo'lgan muammolar, suyaklarimizga bog'liq bo'lgan artrit, artroz, shunga o'xshagan sog'lig'imizga bog'liq bo'lgan muammolar kam emas, to'g'rimi? Negaki sog'lig'imizdagi barcha muammolar mana shu yerda boshlanadi. Biz hissiyotlarimizni jilovlay olmaymiz, biz ularni ko'rsata olmaymiz, ifoda qila olmaymiz va yashab o'ta olmaymiz. Natijada bizni ruhiyatimiz tanamizga ta'sir ko'rsatishni boshlaydi. Bizni tanamiz bu emotsiyalarni sig'dirishga qiynaladi va natijada biz siz bilan kasal bo'lishga boshlaymiz. Endi keling, ayolni ruhiy holatini munosabatlarga ta'siri haqida gaplashaylik. Munosabatlarga bog'liq bo'lgan muammolar bilan kelgan har bir ayol o'z holatidan qoniqmagan bo'ladi. Turmush o'rtog'iga bog'liq bo'lgan qo'rquvlar, ishonchsizlik, ko'ngil qolishi va shunga o'xshagan vaziyatlarni to'g'ri yashab o'tmagan bo'ladi, to'g'rimi? Va aslida bizni jamiyatimizda ayollarga sabr qil, hammasi o'tib ketadi. Yokida yillar davomida keyinchalik ering yaxshi bo'lib ketadi. Duo qil, shuning o'zi yetarli deb o'rgatishadi. Lekin qanchalik bu to'g'ri? Qanchalik vaziyat o'z-o'zidan to'g'ri bo'lib ketar ekan? Biz esa yillarimizni, eng qiymatli vaqtimizni yo'qotamiz. Baxtli yashashimiz mumkin bo'lgan, farzandlarimizga chiroyli tarbiya berishimiz mumkin bo'lgan vaqtimizni, energiyamizni ayni mana shu vaziyatlarni shunchaki yashab o'tish va mavjud bo'lishga sarflaymiz. Eng achinarlisi, resurs holatida bo'lmagan, o'zidan qoniqmagan, energiya taratib turmagan ayollarni erlari ulardan tez sovishni boshlaydi. Atrofdan o'zlariga e'tibor qidirishadi, boshqa ayollarga e'tibor berishga boshlashadi va natijada jamiyatimizdagi eng achchiq muammolardan biri ko'pxotinlik yokida xiyonatga uchraymiz. Shu sababli ham bugungi kunda jamiyatimizda juda ham ko'plab bunaqa oilalar kuzatilmoqda. Va bu yerda biz erkakni yoki ikkinchi, uchinchi ayol bo'lib yashashga rozi bo'layotgan ayollarni ayblashdan tashqari, bu vaziyat uchun mas'uliyatni qanchadir qismi o'zimizni bo'ynimizda ekanligini ham his qilishimiz kerak, tan olishimiz kerak. Munosabatlardan sekin oilaviy muhitga o'taylik. Oilaviy muhit ayolga bog'liqligi hech kimga sir emas. Agar ayol asabiy bo'lsa, xavotirda bo'lsa, charchoq holatida, xullas baxtsiz bo'ladigan bo'lsa, muhit tarang bo'ladi. Asabiylik, og'ir atmosfera, aura bo'ladi, to'g'rimi? Va albatta bu muhitda tarbiya topayotgan, bu muhitda o'sib ulg'ayayotgan farzandlarimiz ham bu ta'sirdan qochib qutula olmaydi. Bolalar psixologi sifatida juda ko'plab bolajonlar bilan, turli yoshdagi, 5 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan bolajonlar bilan kundalik ravishda ishlayman. Lekin 90% holatdan ortiq vaziyatlarda boladagi kuzatilayotgan turli holatlar, duduqlanish, inuriz, inkapriz, qo'rquv, uyqusizlik, gadjetga o'rganib qolish va hokazo boshqa turli psixologik muammolar yokida hattoki o'qishga bo'lgan qiziqish, kognitiv funksiyalarning rivojlanishi, giperaktivlik, asabiylik, agressiya, bularning barchasi oilaviy muhitga va eng ko'p holatlarda onani ruhiy holatiga borib taqaladi. Demakki, bu yerda bolani emas, onani davolash kerak ekan. Bevosita bola bilan muloqotda doimiy ravishda asabiymiz. Chetlarga chiqqanimda bir narsani ayanchli ravishda kuzataman. Ya'ni kim farzandiga baqirayotgan bo'lsa, katta ehtimol bilan bizni millatimiz vakili bo'ladi. Nahotki o'zbeklar mana shunday asabiy farzandini chiroyli, ongli, saviyali tarbiyalashga, tarbiyaga sabr bilan yondashishga kuchi yetmaydigan millatga aylandi. Bolamizga baqiramiz, haqorat qilamiz, hissiy yoki jismoniy zo'ravonlikni o'zimizga ruxsat beramiz. Turmush o'rtog'imizni, ya'ni farzandlarimiz otasini bolalarimiz oldida yomonlaymiz. Bolalarimizga qo'shilib otasini g'iybat qilamiz, hukm qilamiz, dodi buvlarini g'iybat qilamiz. Bu vaziyatlar balki sizga hozirgi holatingizni yashab o'tishga,
psixikaga bir oz kompensatsiya berishga sizga yordam berayotgandir. Balki siz o'zingizga bu narsani ruxsat berayotgandirsiz. Adolatli-ku, yomon odamni yomon deyish kerak deb o'ylayotgandirsiz. Lekin hech o'ylab ko'rdingizmi? Endigina dunyoqarashi, reallik xaritasi shakllanayotgan farzandingizga bu nechog'lik ta'sir qiladi? Sizni hayotiy ssenariyingiz farzandingizni hayotiga ko'chishini qanchalik ehtimoli bor? Ehtimoli esa juda ham yuqori. Farzandingiz bugungi kundagi siz yashab o'tayotgan hissiyotlar, siz yashayotgan munosabatlardagi emotsional patternlarni ongsiz ravishda ko'chiradi. Xuddi shunday o'zi uchun xavfli bo'lgan, xatarli bo'lgan, o'zi uchun doimiy ravishda stress manbai bo'lgan insonlarni oila qurish uchun tanlash ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi. Aziz onalar, ko'rib turganingizdek, bizni holatimiz, bizni energiya darajamiz va albatta farzand tarbiyasiga bo'lgan munosabatimiz va bilim va tajribalarimiz farzandimizni kelajagiga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qilar ekan. Demakki, bu jarayonda o'zgarish vaqti keldi. Agar siz ham shu qarorda bo'lgan bo'lsangiz, demakki bu videoni bekorga ko'rmayapsiz va bekorga bu Telegram kanalga qo'shilmadingiz. Chunki har qanday vaziyatda bo'lishingizga qaramasdan yechim bor. Bu narsani men sizga mutaxassis va xuddi sizga o'xshagan ayol sifatida aytayapman. Har birimiz farzandlarimizni cheksiz yaxshi ko'ramiz. Har birimiz farzandlarimizni kuchli, ruhiy sog'lom, baxtli, boy, muvaffaqiyatli bo'lishni xohlaymiz. Eng yaxshi oliygohlarda o'qishni, eng chiroyli oilalarni qurishni, eng dang'illama uylarda yashashni va albatta moliyaviy erkin va muvaffaqiyatli bo'lishni xohlaymiz. Lekin bugungi kunda siz yashayotgan hayot tarzingiz, sizni dunyoqarashingiz, sizni bilimlaringiz shunday farzandni tarbiya qilishga qanchalik qodir? Bu savolga astoydil javob berish vaqti keldi. Va agarki ha, balki men o'zim ustimda ishlashim kerak degan qarorga keladigan bo'lsangiz, u holatda sizni ongli ota-onalik loyihasiga taklif qilaman. Bu safar 2 oylik kursimiz 13-patok 2026-yilni bahor fasliga to'g'ri kelyapti. 6 yil davomida bu kursimizda 5000 dan ortiq, umumiy jihatda loyihalarimizda esa 10 000 dan ortiq ayollar o'qib o'zini hayotini o'zgartirgan. Va eng muhimi bilasizmi? Ular nafaqat o'z hayotini, munosabatlarini sog'lomlashtirdi. Charchagan, asabiy, resurssiz, sabrsiz onadan baxtli, o'ziga ishongan, o'ziga tayana oladigan va hayotda nafaqat onalik rolida, balki boshqa holatlarda ham o'z yo'lini topgan, ya'ni realizatsiyani boshlagan kuchli, mustaqil inson va shaxsga aylanishdi. Bu o'zgarishlarni, transformatsiyani kuzatish menga loyiha asoschisi sifatida katta baxt va quvonch baxsh etadi. Va albatta bu videoni ko'rib turgan ayollarni ham xuddi mana shunday o'zgarishlar tomon olib borishga kuchim yetgancha harakat qilaman. Faqat o'zgarishni va biz bilan birgalikda harakat qilishni, o'zgarishlar uchun mas'uliyatni o'z bo'yningizga olishga tayyor bo'lsangiz bas. 13-patok ongli ota-onalik kursimiz 1-maydan start oladi. Biz onlayn va offlayn formatlarda siz bilan ko'rishib dars olamiz va kuratorlarimiz har bitta darsda siz bilan qadamma-qadam vazifalar bo'yicha, sizda kechayotgan hissiyotlar bo'yicha sizni birgalikda olib boradi, o'zgarishlar tomon. Meni jamoamda ishlaydigan kuratorlar, bizning loyihamizga biriktirilgan mutaxassislar bu shunchaki insonlar emas, bu pedagog psixologlar, katta tajribaga ega bo'lgan. Qachonlardir siz yashab o'tayotgan muammolarni o'zlari ham yashab, bugungi kunda chiroyli natijalarga erishgan insonlar. Va o'ylaymanki, nafaqat meni bilimlarim, balki ular tomonidan sizga beriladigan qo'llab-quvvatlash, bizning kursimizda beriladigan terapevtik chuqur bo'lgan dasturimizni o'qib, undan o'zingizga kerakli bo'lgan, o'zingiz kutayotganingizdan ham balki ortiq natijalarni olishga yordam beradi. Ongli ota-onalik kursimizda biz nafaqat tarbiya haqida gaplashamiz, balki oilaviy muhitingizni sog'lomlashtirish, turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatda, turmushda haqiqiy ayol bo'lish, nafaqat ona rolida, balki ayol rolida, kelin rolida, eng avvalo farzand rolida va albatta jamiyatni faol bir shaxsi sifatida realizatsiya yo'lingizni ayni mana shu kursdan boshlashingiz mumkin.
Bunday balandparvoz gaplarga ishonish bir oz qiyin, to'g'rimi? Sizda balki hozir shubha, gumon bo'lishi mumkin. Lekin Instagram, Telegram tarmoqlarimizda biz albatta bu potokdan avvalgi potoklarda o'qib bitirgan ayollarimiz, yillar davomida bizni sodiq do'stlarimizga aylangan ayollarni natijalar bilan bo'lishib boramiz. Albatta kanalimizni kuzating. Endi esa o'ylaymanki, o'zgarish tomon harakat qilishga tayyorlar uchun eng zo'r taklif. Biz doimiy ravishda ongli otanalik kursimizga o'tkaziladigan taqdimot ochiq darslarimizdan avval eng qulay sharoitlarda, eng birinchilar qatorida kursimizdan joy egallash uchun oldindan yozilish anketasini taqdim etamiz. Bu anketa orqali biz sizni yaxshida tanib olamiz va siz bilan tez orada menejerlarimiz bog'lanib, kursimiz haqida to'liq ma'lumot beradi. Eng asosiysi anketa predzapisi, ya'ni oldindan yozilish anketasi asosida yozilish sizga kursni narxida 30% gacha chegirma asosida yozilish va bilim olish imkoniyatini beradi. O'ylaymanki, tezda qaror qabul qilib, bilim olish, rivojlanish tomon qadam bosishni ayni payti. Bu videoda berilgan ma'lumotlar va albatta o'zingizdagi insaytlar bilan izohlarda bo'lishing. Tez orada siz bilan Instagram va boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali yana ko'rishguncha salomat bo'ling.